Mandarin haqida bilmaganlaringizni aytaman. Tayyor turing. Birinchi fakt. Mandarin apelsinning kichik versiyasi emas. U aslida sitrus oilasining eng qadimiy mevalaridan biridir. Ikkinchi fakt. Xitoyda mandarin 3000 yildan beri parvarish qilinadi. Uchinchi fakt. Mandarin nomi Xitoy amaldorlarining kiyim rangidan olinganligini bilarmidingiz? To'rtinchi fakt. Mandarinning hidi stressni 25% gacha kamaytiradi. Shunchaki hidlab ko'ring. Beshinchi fakt. Bir dona mandarin ichida 10-15 tadan bo'lak bo'ladi. Bu juda ko'p mevalarda uchramaydigan holat. Oltinchi fakt. C vitaminiga boy apelsindan ham ko'proq C vitamini. Yettinchi fakt. Mandarin Yangi yil ramzi. Ko'p mamlakatlarda omad belgisi deb qaraladi. Mandarin haqida yana faktlar kerak bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling.